uy faqat uy egalari uchun xizmat qilsin. Yilda bir marta keladigan mehmonlar uchun emas. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, hojatxona bilan tahorat oladigan, qo'l yuvadigan zonamizni ajratganmiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Komil Me'mor. Alloh nasib qilgan bo'lsa, navbatdagi dachamiz loyihasini sizlarga birma-bir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, yerimiz umumiy holatda to'g'ri burchak. Mana shu joyimizga 2 qavatli zamonaviy xonadonimizni loyihalashtirib berdik. Endi bu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, avvalo kirishdan boshlaydigan bo'lsak, bu tarafimiz ko'cha. Bu yoqdan kirishligi, ya'ni ikkita avtomobillar turishligi uchun sharoit qilinyapti. 6 metrga 8 metr ikkita avtomobil parallel bemalol tura oladi. Va bu joyda boshqa xonadonlardan bu xonadonimizni afzallik tarafi shundaki, ko'cha tarafdan o'zini hovli tarafiga 4 metr ichkariga kiritilgan. Mana shu holatda bu joyda maqsad nima? Avtomobillar turishi uchun stoyanka sifatida o'zlari uchun foydalanadi va qolgan joylardan zeleniy zona sifatida foydalanyapmiz. Maqsad bu xonadonimizni zeleniy zonani ko'paytirish ham bor va bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita kirish eshigini qo'yapmiz. Kalitga xonadon egalari piyoda kirishligi uchun, bu avtomobillar uchun. Yana bir to'y hashamlar, xursandchilik yaxshi kunlarda bu xonadon egalari, misol uchun bu yoqdan ayollar kirsa, bu tarafdan erkaklar kirishligi mumkin. Maqsad ayollar bilan erkaklarni bitta eshikka to'g'ri ketib qolishligini oldini olishlik. Va kalitkadan kirilganda ikki tarafimizda zeleniy zonamiz bor. Endi kalitkadan kirilganda ro'parada xonadonimiz ichiga kiriladi va bu joyimiz xonadonimizga kirish qismi kirlik hisoblanadi. Bu joyimizda, ya'ni xonadonimizning 0 atmetkasi 15 sm. Ya'ni bitta zina bilan xonadon ichiga kirasiz. Bunaqangi baland 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'lmaydi bu joyda. Kirishingiz bilan bu joyda konsol holatda kazino bo'ladi bu joyimizda va mana bu qismida bu joylarimizda zeleniy zona bo'ladi. Ichkariga kirishlik tambur. Sizga mana shu tamburni iloji boricha men ko'plab targ'ib qilaman, chunki ko'plab loyihachilar mana shu aynan tambur qismini loyihada ko'rsatib bermaydi. Bu qo'pol xatolik. Buni afzalligi shundaki, asosiy eshikdan kirdingizmi, kirganingizdan keyin ro'parada yana eshik bo'ladi. Ya'ni xonadon ichiga ikkita eshikdan kiriladi. Endi birinchi eshikga kirganingizda bu tamburimiz, ya'ni prixoshka ham deyiladi. Bu joyimizda e'tibor beradigan bo'lsak, chap tarafimizda mana ikkita shkaf. Shkafning o'rtasida rakvinamiz bor. Ko'chadan kirgan inson oyoq kiyimni yechadi, bosh kiyim, qalin kiyimlarni yechib turib, bu joyda qo'lini yuvadi, ko'chadan toza holatda xonadon ichiga kiradi. Misol uchun, hammamiz ko'chada yuramiz, har xil narsa ushlaymiz, pul ushlaymiz, kimlar bilan ko'rishamiz. Mana shu holatda ko'chadan kelgan vaqtimizda imkon darajada shu narsani harakat qilishimiz kerakki, qo'limizni yuvib ichkariga kiradigan bo'lsak, albatta oila a'zolarimiz, farzandlarimiz bilan ko'rishgan vaqtimizda toza holatda ko'rishgan bo'lamiz. Shu narsani biz targ'ib qilamiz iloji boricha. Endi ko'cha eshigidan kirilganda, misol uchun, mehmonlaringiz ham qo'llarini yuvdi, kiyimlarini yechib turib, mana bu yoqqa kiradi. Katta mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamizga kirib turib, bu yoqda xohlasalar mana stol-surga taklif qilishingiz mumkin. Xohlasangiz bu tarafda miyaki zonamiz bor. Bu tarafga taklif qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu joyda katta panoramik oynadan foydalanganmiz. Bu yerda o'tirgan mehmonlarimiz bu yoqdagi tabiatni tomosha qilib o'tishligi uchun juda ham qulay sharoit yaratilgan. Yana bir narsa, bu joyda e'tibor beradigan bo'lsangiz, burchak sifatidagi oynadan foydalanganmiz. Bu yerda o'tirgan inson bu tarafdagi landshaftni ham tomosha qilib o'tishlikka sharoit yaratilgan. Endi tamburdan ichkari kirgan vaqtimizda mana bu joyda mehmonxonaga kirish uchun ikkita eshik qo'yilyapti. Ko'ryapsizmi? Birinchisi, mehmonlar kirdi, ichkari kirdi. Maqsad oila a'zolaringizga aralashib ketishligini oldini olishlik. Mehmonlar kirdi, bu tarafdan ichkariga kirib o'tirishligi uchun sharoit qilinyapti va bu yoqdagi qo'yilayotgan eshik, buni vazifasi shuki, bu tarafda ayollar taomlar pishirgan vaqtida bu tarafdan aylanib o'tmaydi. Faqat bu tarafga kelib turib, mana bu eshikni taqalatib, uzatib qo'ya qoladi. Ya'ni eshik kelib taqalatsa, xo'jayini chiqadi, ya'ni siz chiqib turib, taomlarni partnersiz olib kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Va yana ichkariga kirilganda bu joyimiz kichik bir holdan foydalanganmiz. Ko'plab loyihalarda e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu kirish qismida juda ham katta holdan foydalanishadi. Bu ko'plab holatlarda bo'sh qolib ketadi, maqsadsiz foydalaniladi, shunchaki kvadratura behuda ketadi. Biz mana shu narsani oldini olish maqsadida kichkina holdan foydalanganmiz. Kiriladi. Bu yoqda o'ng tarafdagi ikkinchi xonamiz kattalar uchun yotoqxona hisoblanadi. Birinchi eshikdan kirganingizda bu joyimizda birinchi eshikdan kirganimizda bu joyda garderobimiz bor. Spalniyaga garderob orqali kiramiz. Maqsad
kirgan inson bu yerda xonadon egalari, otaxon onaxonlarimiz kiyimlarini yechadi, yotoq kiyimlarini kiyib turib bemalol kirib yotishlari mumkin bo'ladi va bu joyda spalniya egalari uchun bu tarafda sanuzel berganmiz. Eshikdan kirganda ro'parada rakovina, undan keyin unitaz va vannamiz bor. Misol uchun ayrimga yana shu joyda lifehack aytib o'tishga harakat qilamiz. Bu mijozlarimiz uchun plyus bo'ladi, xudo xolasa foydali bo'ladi albatta. Bu joyda misol uchun asosiy eshikdan kirganda bu holda bo'ladimi, spalniyada bo'ladimi? Sanuzel eshigini ochganda ro'parada ayrim holatlarda loyihachilar unitaz berib qo'yadi. Bu juda ham qo'pol hisoblanadi. Yaxshisi eshikda ro'parasida rakovina bo'lsin, undan keyin eshikdan sal uzoqroqda unitaz joylashsin. Shu narsani taklif qilamiz. Va bu joyda holimizda mana ko'rib turganingizdek, soat sirkasiga qarama-qarshi holatda zinamiz bor. Ikkinchi qavatga chiqishlik uchun buni keyin tushuntiramiz. Va holimizdan bu yoqqa yurganimizda oila a'zolari uchun umumiy sanuzilimiz bor. Bu joyda yana e'tibor beradigan bo'lsak, hojatxona bilan tahorat oladigan, qo'l yuvadigan zonamizni ajratganmiz. Buni maqsad, misol uchun tahorat olgani kirgan vaqtingizda basmalarni aytasiz, lekin hojatxonada bu juda ham qo'pol, xunuk holat bo'ladi, hurmatsizlik bo'ladi, yaxshi narsa emas. Shuning uchun ajratyapmizki, bu joyda alohida bo'lsin. Ichkarida kimdir cho'milyapti, kimdir hojatxonada foydalanayotgan vaqtda kimdir bu yoqda boshqa oila a'zosi kirib tahorat olishligi yoki qo'l yuvishlik uchun bemalol sharoit bor, chunki ichkari eshik yopiladi. Bu yerdan foydalanish mumkin bo'ladi. Va undan keyingi xonamiz bu kirish xonasi bo'ladi. Asosiy eshikdan kirgan paytingizda o'ng tarafda shkaflar bo'ladi, ro'parada kirish mashinasi 2 qavatlik bo'ladi. Xo'p, endi bu zonamiz, kattagina zonamiz bu oila a'zolari uchun. Bu loyihamizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, asosan oila a'zolari uchun mo'ljallangan. Chunki ko'plab loyihalarga e'tibor bersangiz, bu shunchaki mehmonlar uchun foydalanish uchun tayyorlab qo'yilgan loyiha hisoblanadi. Yo'q, biz u narsadan qarshimiz, bu narsaga juda ham qarshimiz. Biz faqat mana shu uy qurilyaptimi? Uy faqat uy egalari uchun xizmat qilsin. Yilda bir marta keladigan mehmonlar uchun emas. Bu qo'pol xunuk holat bo'ladi. Endi bu holimizda, ya'ni studiya format xonadonimiz bu oshxonamiz hamda mehmonxonamiz. Bu joyda kirganda televizorimiz bor, yoki miyakli zonamiz bor, bemalol o'tirishlari uchun sharoit qilingan. Va bu joyda o'tirgan inson xohlasa planshetni tomosha qilib o'tirishi uchun ham juda katta panoramli oyna berganmiz. Buni orqasida mana devorga o'rnatilgan mebelimiz bo'ladi, kuxonli bo'ladi bu joyimizda va buni yonida o'srifimizni bir tarafiga o'tirishlik uchun o'rindiqlar qo'yiladi. Bu joyda taom pishirilgan paytda o'srifdan ertalablari nonushta vaqtlarida bu joydan nonushta qilishlik uchun foydalansalar, uydagilar juda ham yaxshi holat bo'ladi. Shu joyda tabiat juda ham chiroyli holatda ko'rinib turadi. Va bu oynamizni to'liq yig'ishtirib, ikki tarafga yig'ishtirib ochib qo'ygan bo'lsangiz, juda ham zo'r holat bo'ladi va bu oynalarimiz garmoshka, ya'ni ikki yon yig'iladigan oynalardan foydalanganmiz. Va bu tarafda agar xohlasalar, xonadon egalari bu tarafimizda stol suvlarimiz bor. Bu tarafga taomlarni tayyorlab, bu joyda xohlasa o'tirishlariga sharoit bor. Va bu joyda ham yana bu narsani takrorlaymiz. Bu tarafimizda katta panoramli oynamiz bor. Bu ham garmoshkali yig'ishtirib qo'yiladigan holatda bo'ladi. Bu joydan o'tirgan holatda nonushta qilayotgan, obed, ujin qilayotgan vaqtda ham tabiatni tomosha qilib, mazza qilib, yaxshi kayfiyatda nonushta bu joyda taomlanishligiga sharoit bo'ladi. Va asosiy uyimiz ichini ko'rsatib bo'ldik. Endi tashqi qismga o'tadigan bo'lsak, mana ko'chadan kirilgan vaqtda orqaga o'tishlik uchun 370 lik yo'lagimiz bor. Bu ko'rayotganingiz mana bunaqangi zinali nimalarimiz bor. Yo'lagimiz bor. Ikki yoniga gullardan foydalanganmiz tabiatni uyg'unlashtirish uchun. Va bu joyda xonadonning ichidan, ya'ni mana shu uyimiz ichidan mana bu joydan o'tishlik uchun ham yo'lak bor. Chunki oynani bir tarafga yig'ishtirsangiz, eshik sifatida ochiladi, orqa hovliga o'tishingiz mumkin. Va bu uyimizning eng qulay taraflari ikkita hovlidan iborat. Oldi va orqa. Xo'p, orqa tarafga o'tganimizda birinchi bo'lib ko'radiganimiz letniy kuxnya bo'ladi. Bu joyda letniy kuxnyalarimiz, mebellarimiz jihozlangan. Va bu joyimizda naves, tepasi yopiladigan naves bo'ladi. Bu yerda yana o'srifimiz bor. Bu joyda bemalol taomlar pishirilgan holatda uy egalari yeb-ichib o'tirishlik uchun zo'r sharoit qilingan. Buni orqasida tapchanimiz, ya'ni besetkamiz bor. Bu yer ostiga tushadi. Aytaylik, 45 sm pastlikda bo'ladi. Yerimizdan 45 sm chuqurlikda bo'ladi bu joyimiz. Va bu joyda ko'rib turganingizdek, ikki tarafida zelion zona, pastga tushganda katta miyakli zonamiz bor. Aylanasiga oila a'zolari o'tirishligi va o'rtada katta xon bo'ladi va uni o'rtasida kamin bo'ladi. Bu joyda ya'ni olov yonib turadi bu yerda. Xohlasa yoqmaydi.
Va bu joyda xohlasalar zamonaviy texnologiyadan foydalangan holatda shashlik pishiradigan joy qilsa ham juda ham zo'r narsa bo'ladi. Va bu joyimizga e'tibor beradigan bo'lsak, uzun ketgan yog'och teksturali yo'lagimiz bo'ladi. Bu tarafimizda basseynda cho'milgan inson bu yoqda kravatlarda bemalol dam olib o'tirishligi uchun sharoit qilingan. Basseynimiz umumiysi oldiga 3 metr hisoblanadi va yana bir foydali tarafi, basseynimizni plyus tarafi shundaki, bu tarafiga 50 santimetrlik joy tashlab ketganmiz. Bu joyga salqin ichimliklar, mevalardan to'g'ri qo'yilgan holatda, tarelkalarga qo'yib qo'yilgan holatda qo'yilsa-da, bu yerda mazza qilib cho'milishi inson kelib turib, nimadirlarni yeb, nimadirlarni ichib turib, yana bu joyda cho'milishi uchun zo'r sharoit qilingan. Basseynimiz atrofida to'laqonli ko'rib turganingizdek, zelyon zonadan o'ralgan. Va bu tarafimizda yuragimiz oxirida ko'rib turganingizdek, hojatxonamiz joylashyapti. Hojatxonaga mana kirishlari mumkinda va hojatxonamizdan keyin bu yoqqa yuradigan bo'lsak, mana rakvinamiz bor. Rakvinamizda yana plyus tarafi shundaki, bu hovliga bo'rtib chiqib turmaydi. Buni xona ichiga kirgizib olganmiz, ya'ni yuzaq qismi, binoning yuzaq qismi tekis turadi. Va bundan keyin hojatxonadan kirasiz, chiqqandan keyin qo'lingizni yuvishingiz mumkin va undan keyin razvodga kirishingiz mumkin. Razvodkada ustingizni almashtirib, xohlasangiz kirib, har xonada parilkadan foydalanishingiz mumkin. Va oxirida dushimiz bor. Xohlasangiz kelib turib, bu joyda dushimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda o'zingizning fikringizni qoldiring. Bu videoni yaqinlarga jo'natishda, ya'ni qurilish qilayotgan yaqinlaringizga jo'natishni unutmang. Agar sizga ham mana shunaqangi arxitektura xizmati, mukammal loyihalar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin.